1 daqiqa ichida yaqinlarimiz uchun shunaqa hadyalarni o'z qo'limiz bilan tikamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bizlar uchun kerak bo'ladi, ikki xil material kerak bo'ladi. Bittasi usti, bittasi astalik qismi uchun va albatta buni qattiq ushlab turish uchun metrajli sitifon kerak bo'ladi va zamok. Sitifon bilan ustidagi materialni shunaqa poloska xohlasanglar rombik qilib ustidan bitta tikib chiqamiz. Tayyor bo'lgandan keyin astari va ustma-ust qo'yib zamokka qotirib olamiz. Zamokka qotirib, bulavkada qotirib tikish kerak bo'ladi. Usti qismini ham 1 santimetrda yurg'izib tikib chiqamiz. Va tikib bo'lganimizdan keyin teskari tarafini o'girib, astarlarni ham xuddi videoda ko'rsatilgan holatida shu joyini tikamiz va o'rtasi qoladi o'ngi tarafiga o'girilishi uchun. Tikib bo'lganimizdan keyin shunda teskari holatida turganda 4 ta burchagini 4 santimetrga 4 santimetr qilib kesib olib tashlaymiz va zamok qismini tepa shu videoda ko'rsatilgan joylarini tikib olamiz. Ikkita tarafini tikkandan keyin burchaklarni ham birlashtirib, xuddi videoda ko'rsatilgandek tikib chiqamiz va o'ng tarafiga o'girib qo'yamiz. Video yoqqan bo'lsa, fikringizni kommentariyada kutib qolaman.